Dushman xiyonat qilmaydi. Uning dushman ekanini, hujum qilishini bilasan. Insonga do'stlari xiyonat qiladi. Qon qarindosh yaqinlari xiyonat qiladi. Mavlono Rumiy insonni ikki narsa yiqitadi degan ekan. Do'stining xiyonati, dushmanining rahm shafqati. Juda yaxshi aytilgan. Siz ham ko'p marta xiyonatga uchradingiz. Buni qanday yenga oldingiz? Qanday qilib yuragingizni ovutdingiz? Inson o'ziga, unga ishonganlarga xiyonat qilmasa bo'lgani. Ishonchli do'st suyana oladigan qondoshni albatta topadi. Lekin o'ziga ishonmay qolsa, shunda uni hech kim ovuta olmaydi. Bir so'zingiz, bir nazaringiz men uchun nafas bo'ladi.